Biladigan ayolning 3 ta sifati. Ko'pchilik bilmaydiki, ayol kishini roli erkakni boy yoki kambag'al bo'lishida juda katta. Birinchidan, ishonch beruvchi ayol. Erkak kishi hayotiy masalalarda yoki hayot qiyinchiliklarida muammoga duch kelganda ayol birinchi navbatda erkakni ruhlantiradi, unga ishonch beradi. Agarda ayol kishi erkakka ishonch beradigan bo'lsa, erkak tog'ni talqon qilib yuborishi mumkin. Ikkinchidan, hurmat. Erkak kishi hurmat topmagan joyda uzoq turmaydi va hurmat qilingan joyda o'zini xotirjam va katta ishlarni qilishga o'zidagi ishonch bilan birgalikda harakatni ham qo'shadi va o'ziga ishonadi. Uchinchidan, duosi kuchli ayol. Ayol kishi dono bo'ladigan bo'lsa, erkakni doimiy tarzda duo qiladi va uni qarg'ashdan o'zini to'xtatadi. Duosi kuchli va har doim erini duo qiladigan ayol doim barakani ichida va barakali ayol maqomi bilan birgalikda hayotda yashashi mumkin.